Farg'onalilar, shetdamisizlar? Bugun sizlar bilan Farg'onadagi qadimiy arxitektura dizayn tomonlama eng zo'r binolarni ko'rib chiqamiz. Farg'ona davlat universiteti binosi Sovet modernizmi 1950 va 1970-yillarda qurilgan. Soddalik, monumental ko'rinish, funksional dizayn. Farg'ona viloyat hokimligi binosi, sobiq general gubernator uyi, uslubi Yevropa neoklassikasi va imperator arxitekturasi. Tarixi 19-asr oxiri, Turkiston general gubernatorligi davrida qurilgan. Farg'ona shahridagi eski teatr binosi dastlab 1878-1880-yillarda Farg'ona viloyati general gubernatorining yozgi qarorgohi sifatida qurilgan. 1930-yilda ushbu bino teatr ehtiyojlariga moslashtirilib, Farg'ona viloyati musiqali drama va komediya teatri joylashtirilgan. Keyinchalik bu yerda Maksim Gorkiy nomidagi rus drama teatri faoliyat ko'rsatgan. Farg'ona viloyati tarix va madaniyat muzeyi. Ushbu muzey O'zbekistonda eng qadimiy muzeylardan biri bo'lib, 1894-yilda Yangi Marg'ilon, hozirgi Farg'ona shahrida tashkil etilgan. Bugungi kunga kelib, muzey fondida 90 mingdan ortiq eksponatlar saqlanadi. Agar sizning ham uyingiz xuddi shunday yillar davomida o'z salobatini va nafisligini, shu bilan birga zamon bilan hamnafasligini yo'qotmasligini xohlasangiz, bizni arxitektor va dizaynerlarimizga ishoning. Arxitektura va dizayn xizmatlarimiz bo'yicha quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.